Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bizni bu dunyoga bor qilib, albatta, endi bizning turmushimizni da bor qilish. Ya'ni dunyodagi har bir halatimizni, har bir voqealarimizni Allah subhanahu wa ta'ala o'zi bor qiladi. Ham albatta bu dunyodagi yashayishimizni da u bizga ta'min ettiradi. Ya'ni rizqlandira, darajamizni u bera, ishimizni da u bera, g'oylamizni da bizga beruvchi u da bo'lsa Alloh subhanahu va taolo. Ham bu masalani Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyati osha bizga anlatib tajibara. Bir oyatda Tabarak surasida, ya'ni Mulk surasida Alloh subhanahu va taolo shunday so'zlar aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo aytadi, bu dunyoga kelishingizning, bu dunyodagi yashayishingizni ham bu dunyodan ketuvingizni de sizning uchun bir sinov bo'laroq bor qildik deydi. Ya'ni bu dunyo sinov maydoni deb aytamiz. Naq mana shu oyat karimaga to'g'ri keladi. Bu dunyodagi turmushimizni nindi ravishda olib boramiz. Alloh subhanahu va taolo bizga bergan mumkinliklar bilan nindi ravishda qo'llanamiz. Xayrlisi bo'lsin, nindidir og'irlik bo'lsin. Hammasida Alloh subhanahu va taolo tomonidan bizga beriladi. Taqdir tushunchasi. Ya'ni ana iymon kalimasini aytgan vaqtda val qadri khayrihi va sharrihi min Allohi ta'ala deb aytamiz. Xayrlisida, sharrida, nindidir nosharligida Alloh subhanahu va taolo tomonidan bizga beriladi. Nindi ravishda bir bo'lak bo'laroq shuni qabul etib Alloh taolaning rizolig'iga erishishga bir mumkinligimiz bor. Og'irlik kelgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo bizga narsani taqdim etadi. Og'irlik keldi esa sabrlik bilan qabul etib oling'iz deydi. Sabrlik bilan qabul etib Alloh taolo qilganlardan tiyilib, Alloh taolo ruxsat etganlarni qabul etib turmushingizni olib borasiz. Ham sabrlik bilan qabul etgan vaqtda men sizning bilan birga bo'larman deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining yordamini ko'rsatacakman deydi. Innalloha ma'as sobirin. Alloh subhanahu va taolo sabrlar bilan birga bo'larman deb aytadi. Hech shaksiz og'irlik kelgandan so'ng Alloh subhanahu va taolo yengillikni beram deb aytadi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bu dunyoda da, ham kelasi dunyoda da yengillikka erishacakmiz. Og'irlikni sinov bo'laroq Alloh subhanahu va taolodan kelgan itirib, qabul etib, sabrlik bilan qarshi olsak, hech shaksiz Alloh taolaning rizolig'iga erishishga bir mumkinlik bor. Endi kirisincha Alloh subhanahu va taolo bu dunyodagi turmushimizni boyitdi ise, darajalar, mollar bilan endi turmushimizni ko'rkamlantirdi ise, u vaqtda da biz sog' bo'larga tegish. Ning uchun deganda Alloh subhanahu va taolo boylikni, mol mulkatni berdi ekan, demak biz nima ishlarga tegish? Albatta, shukrona qilishga tegish. Alloh subhanahu va taologa rahmatimizni bildirib, bergan ne'matlarni tegishlicha qo'llanirga. Nishiksin deganda, albatta o'zimizning g'oyalamiz uchun, o'zimizning aytganlarimiz uchun, o'zimizning qardoshlarimiz uchun ularga bir yordam qo'l so'zirga, ularga bir rahmat ko'rsatirga. Ya'ni Alloh taolaning rahmati bizda ko'rindi ekan, bizda uni o'zimizning turmushimizda ko'rsatirga tegishli bo'lamiz. Shu vaqtda, shu sinovlarni xayrli ravishda o'tganda, dunyodagi turmushimizni shunday ravishda olib borganda, albatta Alloh taolaning rizolig'iga erishishga bir mumkinlik bor. Demak, bu dunyodagi turmushimizda nendigina hal bo'lmasin, nendigina voqea bo'lmasin, hammasida bizni Alloh taolaning rizolig'iga ildi. Hammasida shunga bir itarg'ish bo'lib turadi. Tegishli ravishda qabul etsak, Alloh taoladan keldi deb unutmaycha turmushimizni davom etsak, Alloh subhanahu va taolo hamma bizga da xayr, ihson nasib etsin. Robbimizning rizolig'iga erishishga hamma bizga da nasib bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Allohu akbar.